Музыкада именно яраткан моң. Хәерле көн, дуслар. Бүген Telegraph Space үзәгендә Тадкульт лабораториясе. Тогда, когда я подошел вот именно к написанию своего мюзикла «Алтын казан», естественно, я просто искал. И Туфан ко мне пришел и сказал, что мне, говорит, нужна музыка, такая музыка, чтобы как будто ее нет в спектакле. С собой, что только гениально пишет, просто. Татарская музыка богата на мелизмы. Почему, говорит, я все время в нашей стране вижу одно, а слышу другое? Допустим, спектакль «Алиф». Передо мной вообще стояла очень большая проблема, как это все сначала записать. Dostlar, biz Elmira Fanda bilan leksiyadan so'ng kelib o'tirdik biroz. O'zbekcha so'zlashirgan. O'zbekcha so'zlashirgan. Ayy, ular o'zlarincha so'zlashadilar, biz o'zbekcha so'zlashamiz. Bilganingizcha, mening de Finlandiya tatari Elmira Fanda siz qayerdan bo'lasiz o'zingiz? Тамырларым белән Дыржаной районыннан, Татарстаннан, мин Казанда яшим. Sizni leksiya davomida eshitdim degan sizning bunday bek tog'az ilm tag'iblaringiz o'sha yoqlar bilan emas. Sizni ilhomlantirgan aybirni tatar aybirsi narsa bor. Ijodingizda adabiyat. Һәр милләтнең бит инде үзе илһамландыра торган музыкасы бар. Шуңа күрә минем өчен ул әлбәттә татар музыкасы. Мин татар шуңа күрә бик яратам. Безнең халык җырларын мин бик яратам. Безнең фольклор дигәндә инде менә шул традицияләрне шуңа күрә ул мине бик ilhomlandira. Ay, siz yaqinlaqdagi shunday audio yozmani. Mishar opasi ham u Mishar avullarında yığılgan folklor. Вас учили, что значит здесь медведь ходит, а здесь птички летают. İlyas abi selam. Selam. Biz hozir sening bilan qo'ydik ham Indiy ishora. Hozir Telegraph Space degan o'rinda Qozonskiy Telegraph degan gazetlik o'rinda o'rnashgan. Unda hozir muzikal laboratoriyaning leksiyalari bor. Tadkul laboratoriyasi narsa u? Tatar muzikasida yangi fikrlar, yangi formalar izlashga bag'ishlangan shunday ijodiy proses. Boshda biz sizga bilim beramiz, sonra siz yig'ilishib narsadir o'ylab chiqarasiz, sonra siz borsini ko'rsatasiz. Agarda siz yasagan aybir shundan da qiziqli bo'lsa, biz sizni festivalga chaqiramiz, ham boshqalar. Tadkul festivalinaymi? Ondan to'g'ri, bizning festival men tatash silasham. Bu shunday bir davomli proyekt deymi? Hozir biz ona negiz solamiz. Ayya. 2 kun bizning leksiyalar bor, onlara studiyalarga borib, yigitlar, qizlar albomlarini yozdira boshlaydi. Kurator bo'laroq da mana bu laboratoriyada bir komanda bilan studiyada ishlashyapman. Mening komandada qiziqli kishilar yig'ildi. Shoira, elektron muzikant, rock muzikant, mana bizlar bilan yig'ilishib narsadir o'ylab chiqaramiz. Haligi bo'lmada siz rahatlanib qahva icha olasiz. Inji salam. Salam. Tag'in narsa bilan qarab keling. Telegraph Space'ning ikkinchi bo'limini bilamiz hozir. Kirganda siz bilan Unda kirib chiqasizmi kirgachda? Ketdik. Akar yavam, qarag'iz, yangi yil bizga kelar. Balalarga shershe bayrami. Moң. Do'stlar, men hozir Qozonning qozongan Indiy boshqaruvchilari bilan o'tiraman. Shuymi, durustmi? Exactly. Albatta. Tanish bo'lasiz Marat Sulaymanov ham Oniya Fazrahmanov. Oniya bizning Juna turkumining vokalisti. Marat Singer-songwriter. Sizga nechik tadbir filmlari? Bu ikkinchi kun ham You can say in English. Can I speak Russian? No, English or sorry. Okay, I will speak English. Sorry. Tadkult Fest is the best event where I've been for the last month. Which part did you like most? Участник начал записывать шепот. Aniya yozdiruv seksiyasini yaratdi. Rahmat, Marat. Aytasiz, biz sizning ijod dostlardan sevib kutamiz. Sen birinchi. Давайте мы еще про Марата, про Джуна скажем. Джуна turkumi tatar scenada bek unikal artist, chunki no one have such sound as Juna band. Sorry for changing the languages. I'm very sorry. Oniya so'rab bersam bo'ladimi? Hamma narsadan olasiz. Sizning qo'yin kelib chiqadi jurlar, hamda kiylar. You write the songs, don't you? Я и Саша. Lyrics мы берем с татарских поэтов. Durust. Ularning yashil ko'zi degan jurlari bor. Eng so'nggi chiqqanini uni qaraga taqdim etam. Когда я слушаю группу Джуна, Ruscha bilaman. Ayda, sizlarga men tarjima etaman, aslida shu olmaysiz, ruscha, men tarjima etaman.
I have a variety of associations with bands such as Sigur Rós, for example. Sizning klip chiqashaqmi? G'alamlarga. Kutib qolamiz. Yangi release yazam. Shuna ko'ra kutiriz. Tatarcha sening o'zingning ijroing bo'lashaq demak. Albatta bo'lashaq. Men bilmayman, sizlar bilan eng biggest problem. Yarar, ne janrda bo'lashaq, sen ne janrda ijod etasan? Bu жанр in the mix of the styles. Свой стайл, такой смесь, короче. Группа кино, Дэвида Боуи, группа Матерана. Маратqada yozilg'iz, Junag'ada yozilg'iz. Ularning turkumlari bor. При усики небольшие, то есть важна связка. Кале не заходил. Mozafanda salam. Seningcha eng og'ir o'ynalayotgan o'yin qolib qaysisi? Bu yengillardan tugul endi garmonda o'ynagan. Boshqa qolliqlarning o'yin qurollarini tinch o'zlashtirdim. Masalan, Yegiptni qanday aytasan? Misrni qanday? Misrni shunday qiziq sotib oldim. Uning bayasi bek zo'r edi. Festivalga borgan chaqda o'ynavchi ustozni ko'rdimda, shuning bilan сөйләшеп, anglamaga kirib, kechga bayasini tushirib sotib oldim. Misrda bo'lganda. Endi g'odirek dumbrada endi ikki xil instrumentda oldi yengillardan bular ham ko'chma xalqlar bitnisi o'zlari bilan olib borgan instrumentni. Aldım qulamadım bara ketdim o'rram bo'yimda Sho'ldan bir go'zali kirra menim qo'yimda Rock. Qani ishtalar sening? Mening muzikani ishta olasiz TNVda bora turgan yo'lchi topshiruvda aktyor degan spektaklga Karif teatrida spektaklga muzika yozdim. Alifda endi men muzikant bo'larak barabanda o'ynayman, dafta o'ynayman. Xayrli kech do'stlar. Sol bari qo'shnidan o'sib turam. Ham bugun Tadkult muzika laboratoriyasining yong'oqlar ulushi. Что сейчас происходило и как впечатление? В общем, сейчас выступала команда Мити Будмистрова. Это было мега мощно, потому что было очень много народу. Такое наивное творчество, но все равно очень классно тащило. Но они за сколько дней это все написали, получается? Пару недель, там, может, меньше. Tadkult laboratoriyasining kanalida qo'yasiz bor vizual do'stlar. Sizning kanalingizning klipini В работе. В работе. Eğer bir şey çıksa kuyasmada şenşimiz kükrekte, her gün sayın kiyim alıştırıp onga kilip başı vurursun. Sen daha bir seylenge kümeysek miden жылылап duyarsın. Sizning oldingizda Yuriy Fyodorov komandasi bo'ldi. Kuchli olqishlar do'stlar. 5 eng yaxshi beatboxer ismligini aytdi. 2015-yilni sportning suterlari bo'yicha dunyo chempionati ochilishida 198 yil qarshida chiqish yasay do'stlar. Elektron pop muzikaning aydamani, jirchi, beatboxer ham muzikal prodyuser, Avstriyada yashovchi Qozon qizi Oygul. Onun bo'yicha yolg'on sayohat qildim.
Okay, a little bit about your background. So, not recording. Is it okay? No battery. How can we fix that? I don't know. Maybe post-production. Right. This is Mitya. Yo, this is Ilgiz. What? No, be honest. Everyone is an Ilgiz inside, you know. I know. Yes. A little bit. How Ilgiz are you? Like today. Yes, today. Like 20-30%. 20-30? Yeah, because it's like Tuesday. And it's like Tuesday. After a gig. After a gig? Yeah. Are you from Scotland? No, mate. No. No, mate? You're from Australia? No. No? Kazan. Local. Yeah. Mitya, nechuk sen Qotar muzikantlari bilan nechuk sen oshadimi? Mana bu birga o'tkazgan tajribangiz seni nechuk bo'ldi? Muzikada eng yaratgan mung. 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 Siz mungdan nechadingiz bugun? Men bugun. Biz mung направлениесida bugun ishladik. Mung yo'nalishida ishladingiz. Mung bu universal tili. Endi yaratgan tili. O, salavat. Bu salavat. Radio programmasi recording. Salametingiz. Nidai radiosi. Umuman. Anuqliq, salam, bitingizga, xalaringizni chek. Спасибо большое, друзья. Вот сегодня у нас был такой экспериментальный выпуск. Мы пришли в бар и разговаривали сразу, миксуя несколько языков. Я надеюсь, вам этот эксперимент понравился. Если вы хотите дальше смотреть на наши розыгрыши и пранки, то ставьте большой лайк вот здесь вот и подписывайтесь. Все, 500 рублей, как договаривались.